akalar ko'rturgalarda chaqalab ishlayapti. Hozir bizga motor o'chirib yuboring, savorayda. Motor flyus savoramiz. Rezultat o'chirib yuboring. Rezultat ko'rasizlar. Bu nima uchun chiqilab qoladi? Bu nima uchun chiqilab qoladi desanglar, yog'da probeg 10 000 km yuribdi yog' bilan. Zavod qilamiz. Zavod qo'ring, Abdulla tog'. Zavod qo'ring. Buni 10 minut ishlaydi, 10 minutdan keyin o'zi rezultat вообще четкий bo'ladi. Nerealniy ish bo'ladi, bitta ko'ringlar buni qaranglar, вообще gapi. So'g'itchan to'g'riladi bular. Yoqqan bitta like bosib qo'yasiz, joningizga sog'. Akalar вообще tiniq bo'ladi lekin. Effektiv. Agar sizlarning gidrokompensatorlar xuddi shunaqa shaqalayotgan bo'lsa, yog'inlashtirishlardan oldin 5 minut oldin 5 minut 10 minut oldin bitta promovka qilib yog'ini bitta almashtirib olsangiz, mashinalar вообще idealniy bo'ladi. Ishlab turibdi mana mashina. Bu videoni Gentrasvo и Lasetis bo'lishlaringizga jo'natib qo'ysanglar.